Yig'lagan erkakni ko'rsak, qo'pol bo'lsa ham politdagi qaragandek qaraymiz. Jahldan baqirayotgan ayolni ko'rganimizda esa qandaydir yirtqich hayvonga munosabat qilgandek vahshiy qarashlarimiz ham yo'q emas. Hissiyotga beriluvchi insonlar jamiyatimizda kuchsiz hisoblanadi. Xuddiki bu xislat ularning kamchiliklaridek. Aslida hamma narsani kuchliroq his qiladigan insonlar noyob qobiliyat egasi hisoblanishar ekan. Bu ularning kamchiligi emas, aksincha kuchli tarafi. Aslida emotsional insonlar hattoki tinch gapirilmayotgan xonada ham qanday kayfiyat borligini, og'iz juftlangan yoki aytilmay qolgan so'zlarni ular gapirmasangiz ham his qilishadi. Erkakmisiz, ayolmi, sizda ham shunday kuchli his qilish qobiliyati bo'lsa, bilib qo'yingki, bu kamchilik emas, aksincha sizning kuchli tarafingiz hisoblanar ekan. Sodiq juft, vafodor do'st, mehribon ota, g'amxo'r ona va aynan uzoq muddat birga ishlaydigan ish hamkorlari ham aynan emotsional insonlar bilan birga bo'lar ekan. Bunday insonlar qaysi kasbni tanlashmasin, o'z ishining eng kuchli mutaxassislaridan biri bo'lishar ekan. Bu haqda Sverchувствительность как суперсила kitobida yozilgan ekan. Juda ham emotsional yaqinlaringiz bo'lsa, ularni ehtiyot qiling va menga obuna bo'ling. Kitobning davomida nimalar yozilganini bo'lishib boraman.